Nechta onalarni o'ldirmoqchisizlar? Mana videoni ko'rganda hammangni oyog'ingga bolta uraman. Qimorni reklama qilayotgan ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi sportsmen blogerlar 80 dan o'tgan ota va onani ko'chada qolishlariga sabab bo'ldingiz. G'alati emasmi? Aslida biz bu xonadonga boshqa masalada kelgandik. Farzandlarida og'ir bemorlik bor edi. Nabiralari shu qimorga berilib, uylarini tikib yoribdilar. Iltimos qilardik, kommentariyada bitta duo qilib, like bosib, shu qimorni reklama qilib targ'ib qilayotganlarga bir duo qilib qo'ysalaringiz. Shoyat shularga yetib borsa, agar shuni ko'rib vijdoningiz bo'lsa, qiynalsangiz, qani Xudo kechirguvchi, oliy zot, bitta shularga uy olib bering, men telefon raqam qoldirib qo'yamiz. Telefon qiling. Alloh taolo shoyat sizni kechirib olsa. Shu yoshda qarang, o'zi og'ir bir sinov ustida turgan odamlarni hozir uylari shu qimorga tikilib ketib, shu kechada qolishdi. Iltimos, kuzatuvchilar, like bosib, kommentariyada bir yozib duo qilib, keyinroq tarqalishlarini yordam berishlaringizni iltimos qilib qolaman. Mana shu onaxonga rahim kelmaydimi? Sani ham onang bor-ku. Bo'ldi-qa, reklama qilma qimorda. Ko'ryapsan-ku, yoshlar o'lib ketyapti. Yoshlar-ku mayli, onalarimiz o'lib ketyapti yoshlar deb. Bitta aktiv ko'rsatinglar akalar, mana shu qimorbozlargacha borsin. Realni aytyapman, jondan to'yg'azib o'rdim, musofirdan gapiryapman sizlarga. Hammalaringizga dushman, Alloh rozi bo'lsin.